toy bala, bugün buldun toy bala. Aylar ötüp yıllar ötüp bulgaysan giyav bala. Tay bala, bugün buldun toy bala. Aylar ötüp yıllar ötüp bulgaysan giyav bala. Mektebe bar, okup örgen bilim al. Ana indi mektebe bar, okup örgen bilim al. Kim bolsaňam öz yurtuna sadık ferzand bolup kal. Kim bolsaňam öz yurtuna sadık ferzand bolup kal. Toy bala, bugün boldun toy bala. Aylar ötüp yıllar ötüp bolgaysan giyav bala. Tay bala. Kamu
egallab o'tirib olishlaringizni so'raymiz. Bir necha daqiqalardan keyin bugungi chiroyli shodiyonamizni boshlaymiz. Shunday ekan, tavba qarindoshlarimizdan iltimos qilamiz, to'yxonamizga kirib kelayotgan barcha aziz mehmonlarimizni o'zlari uchun atalgan shohona dasturxon atrofiga taklif etsangiz, barchaga to'ylar muborak bo'lsin. Xonadonimizga tashrif buyurgan aziz mehmonlarimiz, xush kelibsiz deymiz. To'yxonamizga marhamat. O'z qo'llaringizni egallashingiz mumkin. Yana bir bor eslatib o'tamiz, texnik jihozlarimiz to'y bolamizni to'yxonamizga olib kelishga kerakli bo'lgan barcha mulk qahramonlari iltimos qilgan bo'lardim. To'yimizning boshlanish qismiga tayyor turasiz. Mehmonlarimizdan iltimos qilgan bo'lardik, badiiy maydonimizni biroz ochib qo'yishlarini so'raymiz. Mehmonlarimiz iltimos badiiy maydonni biroz ochib, to'yimizning boshlanish qismiga tayyor turasiz. Biz iltimos qilgan bo'lardik, kuyov mana shu to'y bolamiz Amalxon Jajjukidoyimizni iltimos qilamiz. Ota-onalari kelishga tomon yo'naltirib qo'ysizlar, iltimos qilamiz. Jajji kichkintoyimiz to'y bolamiz Amalxonni kelishga tomon yo'naltirib qo'yasiz. Xonadon egalaridan iltimos qilamiz. Amalxon to'y bolamizni kecha tomon yo'naltirib qo'ysangiz.
odamni tuproqdan yaratgan va sokinlik topishi uchun undan o'z juftini yaratgan hamda ularning nikoh orqali oila qurib yashashlarini iroda qilgan qodir va hakim Allohga, u zotning jaloliga yarasha hamd va sanolar bo'lsin. Xatna mening sunnatimdir. Kim sunnatimdan yuz o'girsa mendan emasdir degan Rasuli Akram Muhammad Mustafoga bitmas tuganmas salovat va salomlar bo'lsin. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, hurmatli mehmonlar, xonimlar va janoblar. Sizlar bilan mana shunday fayzli kunlarda, fayzli xonadonlarda elimizda o'zining mahobati hamda tarovati ila dovruh qozongan Baxt saroyi tantanalar majmuasida uchrashib turganligimizdan benihoya xursandmiz. 4 fasl kelsa to'kin, fayzli bo'lar dasturxon, bir-biriga bermay gal, to'y qilar har bir xonadon. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Assalomu alaykum tumanimizdagi eng muhtasham koshona, Baxt saroy to'yxonasiga kelgan aziz mehmonlar. Bugun tumanimizdagi eng saxovatpesha ziyoli xonadonlari biri bo'lmish Ibragimovlar xonadonida katta to'y shodiyona. Albatta ularning sababchisi bo'lgan bugundan e'tiboran xatna to'ylarini qilayotgan, sunnat to'ylarini qilayotgan Amirxon ukamizning to'ylari muborak bo'lsin deymiz. Shunday ekan aziz mehmonlarimizga Baxt saroy to'yxonasiga, Ibragimovlar sulolasiga xush kelibsiz deymiz. Rahmat. Tushungan odamni sadaqasi ketsang arziydi. Qarsak chalgan insonlarni xonadonida shunaqa yaxshi kunlar, to'ylar ko'p bo'lsin. Azizlar, ora-orada qarsak chalib, kayfiyatlarni ko'tarib o'tiraylik. Axir to'yga keldik. Albatta azizlar, bugun Ibragimovlar oilasida katta to'y, katta tantana, sehrga bisyor bo'lgan sana. Bugun mana shu oila vakillari farzandlari Amirxonni xatna qildirib, o'zlarini ota-onalik vazifalarini bajarib, elga, xalqqa mana shunday bugungidek chiroyli to'ylarni taqdim etmoqda. Albatta to'ylar muborak bo'lsin deymiz. Inshaalloh to'y bola o'z yurtiga munosib farzand bo'lsin deya niyat qilamiz. Uzoq yaqindan tashrif buyurgan barcha aziz mehmonlarimizga esa yana bir bor xush kelibsiz deyishga ijozat bergaysiz. Aziz mehmonlar, hurmatli xonimlar va janoblar, sizlarni ko'p kuttirmasdan bugungi to'yimizning asosiy sababchilari xatna to'ylarni qilayotgan ukajonimiz Amirxonni barchalarimiz o'rlarimizdan turgan holatda to'y bolani qanday kutib olish kerak bo'lsa, shunday tarzda kutib olishingizni so'rab qolamiz. Demak azizlar, bugungi kechamizning, bugungi shodiyonamizning sababchisi to'y bola Amirxon davraga kirishga tayyor barchamiz guldiroz qarsaklar sadosi ostida mult qahramonlari Kesha boshchiligidagi Kit Show bilan birgalikda to'y bolamizni tog'alari oq otlarda olib kiradilar. Qani marhamat, guldiroz qarsak bo'lsin. Amirxon davraga oq otlarda tashrif buyurmoqda. To'ylar muborak bo'lsin. To'yona olib kelgan dadasi, nabiram deb toy yasatgan uning katta onasi. Toy ketidan ergashadi mahallaning kuy bolasi, zarcho'pon udib tutgan uning kelin ayasi. Toy ketidan ergashadi mahallaning kuy bolasi, zarcho'pon udib tutgan uning kelin ayasi. Bola to'y bola, shirin bola, shu bola. Bola to'y bola, shirin bola, shu bola.
zar sochadi jiyanim deb uni suygan xolasi, hammasiga aziz doim jigarining bolasi, to'y bolani opchigan ham uning katta tog'asi, hammasiga aziz doim jigarining bolasi, to'y bolani opchigan ham uning katta tog'asi. Bola bola to'y bola, shirin bola, sho'x bola. Bola bola to'y bola, shirin bola, sho'x bola. Sarpolari yarashganay, jajjigina bek bola. Sarpolari yarashganay, jajjigina bek bola. Çevreler kürgen emiş, yüzge yetken maması. Ağaram deb dua qilar, to'y bolaning babası. İlahi amin. Yaşına kelgeni, atağa kul berip izgi yergeni. Yer balanın 5 yaşına kelgeni, atağa kul berip izgi yergeni. İnsan bulup dünümüzge kirgeni, meneli saneli, yoşlu sünnet toy. İnsan bulup dünümüzge kirgeni, meneli saneli, yoşlu sünnet toy. Toybası sünnet toy. Adibli ikramlı jetip ülgülüm, şaslayınan kılıkları külgülü. Adibli ikramlı jetip ülgülü, bolar bala 5 yaşından bilgili. Ardaklı, savlatlı, hoşlu sünnet toy. Bolar bala 5 yaşından bilgili. Ardaklı, savlatlı, hoşlu sünnet toy. Toybası sünnet toy. Bala yer jetip şanarak bağar, ata yeni asrap dünya mal tabar. Yer bala yer jetip şanarak bağar, ata yeni asrap dünya mal tabar. Yerge hizmet yetip dua nur javar, katarık neşeli baslı sünnet toy. Yerge hizmet yetip dua nur javar, katarık neşeli baslı sünnet toy. Toybası sünnet toy. Yaşının şuvası, yer bana bul urpağının şalgası. Atar tanım kuyaşının şuvası, yer bana bul urpağının şalgası. Kartayganda ata yeni kollası, sol sebep mübarek ullu sünnet toy. Kartayganda ata yeni kollası, sol sebep mübarek ullu sünnet toy. Toybası sünnet toy.
to'ybasi sunni to'y. Ma'nili, sanili, yoshli sunni to'y, ardaqli, savlatli, xo'shli sunni to'y, to'ybasi sunni to'y. To'ylar muborak bo'lsin. Xorazm.net taqdim etadi. Qani keling amma xola tog'asi, sizga ochiq dasturxon to'yxonasi. Qani keling amma xola tog'asi, sizga ochiq dasturxon to'yxonasi. O'ynab kuling shu to'yni bahonasi, o'ynab kuling shu to'yni bahonasi. Bugun vaqti otasi yu onasi. Rahmat azizlar, Amirxon to'y bolamiz davriga juda ham chiroyli tarzda albatta kirib keldi. Buning uchun biz albatta Keshaga, qolaversa Kit shouga hamda Karnay Surnay sadolariga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Mana shu yerga yaxshi niyatda tashrif buyurgan har bir inson xonadonida shunaqa yaxshi kunlar, to'ylar ko'p bo'lsin deya niyat qilamiz. Oq otini ham, tog'asini ham minib kelgan Amirxon yigitimizga to'yxonamizga xush kelibsiz deymiz. Ha, Amirxon juda ishbilarmon, uddabiron yigit bo'ladi shekilli, ha. Otni ham sudrayapti, tog'ani ham sudrayapti-da, ko'z tegmasin. Amirxon yigitimiz baxtli yigit, taxtli yigit bo'lsin deymiz. Xonadon sohib va sohibalariga, Bekpo'lat akamiz hamda Mevagul onalarimizga farzandlari to'ylari muborak bo'lsin. Yusufboy otamiz hamda Turdish buvlarimizga, Kengesboy bobomiz hamda Tamara momolarimizga nevara to'ylar muborak bo'lsin. Ko'zlaringiz oydin. Tabriklaymiz. Albatta azizlar, mana shu yerga tashrif buyurgan har bir inson o'zlarining qalbida yaxshi niyatlari, samimiy tilaklari ila tashrif buyurishgan. Biz san'atkorlar ham albatta kelajakda Amirxonga tojlar taxtini, insonlar baxtini, fasllar bahorini yu gullar ra'nosini, qolaversa chinor umrini talab qilamiz. Musaffo qalblar ham, shahlo ko'zlaringiz esa nam ko'rmasin deya, bugun biz shodiyonamizni o'zlarini oq fothalari bilan, albatta chiroyli duo fothalari bilan boshlab berishlik uchun shu xonadonni yoshi ulug', hurmatga sazovor insonlarini davra markaziga taklif etsak. Juda to'g'ri ta'kidladingiz Gulnigor, chindan ham bugun mana shu xonadon vakillari eng bir baxtga, hayajonga, baxtga to'lgan onlardamiz. Marhamat Ibragimovlar sulolasi vakillari, Amirxon to'y bolamizni ota-onalari hamda buvijonlari bo'lmish Bekpo'lat dadalari hamda Mevagul onalarni, ular bilan birgalikda albatta bugun nevara to'yini ko'rishlik baxtiga musharraf bo'layotgan Yusufboy otamiz, Turdish buvlarimizni, Kengesboy bobomiz hamda Tamara momolarimizni iltimos qilamiz, mana shu davramizga kelib to'yimizni o'zlarini pok niyatlari, dil so'zlari, duolari bilan boshlab bersalar. Qarangki Gulnigor, elimizda, xalqimizda yaxshi udum mana bor. Mana shunday duolarimiz bilan biz har qachon to'ylarimizni boshlaymiz. Yanada albatta ismi chiqqan insonlarni davra markaziga kelishlarini so'raymiz. Xonadon sohibi sohibalari, Bekpo'lat otamiz, Mevagul onamiz. Mikrofonni ko'taramiz. Yusufboy otamiz hamda Turdish buvijonimiz, Kengesboy bobomiz hamda Tamara momolarimizni davraga kelishlarini so'raymiz. Ularga ham to'ylar muborak bo'lsin deymiz. Marhamat xonadon sohibi sohibalari, xizmatda yurgan yigit qizlar, ismi chiqqan yoshi ulug' insonlarimizni davraga taklif etsangiz nur ustiga a'lo nur bo'lardi.
a'zolariga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Oilaviy fotosessiyalardan keyin albatta xonadon sohibalari biz tomon kelishlarini so'raymiz. Ayni daqiqalarda esa yoshi ulug' insonlarimizni, ota-onalarimizni duo fotihalari bilan albatta bugungi shodiyonamizni biz tantanali ravishda ochib olishimiz kerak. Shunday ekan, bugun azizlar unutilmas onlarni tarix zar varaqlariga muhrlayotgan Kreativ Cinema studiyasining ishchi xodimlari, fotograf yigitlari sizni xizmatingizda. Yigitlarimizdan iltimos qilamiz, oilaviy fotosessiyani tezlashtirsangiz, davra markaziy mikrofon qarshisi shu xonadonni yoshi ulug' insonlariga muntazir. Rahmat. Fotograflarimiz, maestro, rahmat. Fotograf yigitlarimiz tugadimi? Yosh ulug'larimizga endi ruxsat bersanglar. Suratga tushish marosimi to'yni oxiriga qadar davom etadi, oxiriga qadar. Marhamat, xonadon sohib va sohibalari Bekpo'lat akamiz hamda Mevagul onamizni, Amirxonni katta otalari, Yusufboy otamiz hamda Turdish buvilarimizni, Kingisbay bobomiz hamda Tamara mamolarimizni ushbu davramizga chorlaymiz. Marhamat. Biz esa shu o'rinda albatta Amirxon yigitimizni davraga juda ham chiroyli tarzda olib kirgan oq otlarimizga, Kesha boshchiligidagi Kit Show mult qahramonlariga o'z minnatdorchiligimizni bildirib, ularga ruxsat bersak, onajonlarimizni, otajonlarimizni davra markaziga taklif etsak, xususan Amirxon yigitimizni ham ota-onalari davraga kelishlarini so'raymiz. Bilasizmi azizlar, ota-onaning farzand oldidagi burchi 3 ta bo'lar ekan. Birinchisi bu farzand dunyoga kelganida uning qulog'iga azon ayttirib, unga aqiqa to'ylarini qilib berishlik, unga munosib ismlarni qo'yishlik ota-onaning farzand oldidagi birinchi burchi hisoblanadi. Ikkinchisi esa farzand agar o'g'il farzand bo'lsa, 5-6 yoshlarga kirganda bugungidek xatna qildirib sunnat to'ylarini qilib berishlik albatta ota-onaning farzand oldidagi ikkinchi burchi hisoblanadi. Uchinchisi esa farzandlar voyaga yetganida qiz bolani yorug' yuz ila, o'g'il farzandni o'zi tanlagan yorga uylantirib qo'yishlik ota-onaning farzand oldidagi 3-burchi hisoblanadi. Qarangki azizlar, bugun Allohimning nazari Ibragimovlar oilasiga tushib, bugun xonadon sohibalari elga xalqqa mana shunday chiroyli to'ylarni taqdim etmoqda. Yana bir bor to'y bolamiz o'z yurtiga munosib farzand bo'lsin deya niyat qilamiz. Inshaalloh ota-onasini faxri bo'lsin deya niyat qilamiz. Otalarimizga xush kelibsizlar deymiz. To'ylar muborak bo'lsin. Allohim ushbu to'yni xayrli qilsin. Ota-onalarimiz ham to'y boshlanishidan hozirgina yelkasidan tushirgan tog'asi ham kelsin. Tog'alarga alohida rahmat. Oq otni qilmagan ishini qildingiz deydi-yu. Katta rahmat. Otalar muborak bo'lsin. Tabriklaymiz. Danagdan mag'zi shiriningiz, nevarangizni to'ylari muborak bo'lsin. Chovliqlarga yetirsin ilohim. Tabriklaymiz. Sizni oq fotihalaringiz bilan bugungi to'y kechamizni boshlaymiz. Marhamat, bobolik niyatlaringiz. Albatta otalarimizga xush kelibsiz deymiz. Shu o'rinda xonadon sohibalarining iltimoslariga binoan Amirxon yigitimizni ota-onalarini tutingan ota-onalar, ya'ni murindiq ota-onalari davrada bor ekanlar, albatta ularni ham taklif etamiz. Marhamat, otajon to'y tilaklarini eshitsak. Assalomu alaykum aziz og'aynilar, mehmonlar. Sizlarga uchun rahmat. Sizlarning uylaringizdan to'yga boraylik. Sizlar ham bizlarda bu bo'lib aqllaringizni yurgaysizlar, to'ylarni bergaysizlar. Çocuklar 70 ga 80 ga chiqa bergaysizlar. Mana bolalarimiz musulmon bo'lyapti. Yaxshi merim shabatli yigit bo'lg'ay, o'nsin, o'ssin. Menimcha bizlarning oldimizda aman bo'lsin.
Bugun meni Amerikan balamızın şunu toy ekan Xudoyim shu Amerikan balamızga yaş qo'zilsin. Ömrünün kısmını ko'raversin Xudoyim shu bu xorgan toylarında uylangan toylarında ko'taraylik. Otalarimizni aytgan tilaklari Alloh dargohida qabul bo'lsin deymiz. Endi esa bir-biridan go'zal onajonlarimizdan ham yaxshi niyatlarni eshitsak, marhamat. Mineke Bekpolat balam miva kelinim. Murat etip balasına toy verip atkan ekan. Xudoyim baxtli, taxtli, omadli, obro'li jigit bo'lg'ay. Xudoyim onu o'sa birga shunday pap to'ylarida, uylangan to'ylarida da o'tira birgaymiz mineke. Bekpolatni mivaga qutlu bo'lg'aymi, Xudoga qutlu bo'lg'aymi balamizning. Xudoyim onu o'sa birga ne deymiz dunyoda ne yaxshilik bo'lsa hammasini tilayman Xudoyim. Xudoyim hammasini ham uyingizga shunday to'ylarga borgaymiz Xudoyim. Ne deymiz boshqa? Ava. Hammasi uyingizga to'yga borgaymiz. Na, Xudoy qutlu bo'lg'ay, balalarınız. Xudoyim tengdek ko'rgaymiz, yaxshi kunlaring, qiziq kunlaring. Ma Xudoy Xudogay, aqlыңызды жатқызып той беріп жатқан екенсің, оң болсын. Құдайым бақытлы бала болсын да. Құдайым Бекболат, Миуагүл, тойларыңыз оң болсын. Құдайым баламның өмір жасы ұзақ болсын, мәртебесі бәлен, үлкен азамат жігіт болсын. Құдайым үлкен оқуларға кіріп, Құдайым солардың қызметі сіздерге бұйырсын. Бақытлы, дәулетлі, бір мейірімлі перзент болсын сіздерге. Құдайым, солардың қызықларын Құдағайларменен тең көріп жүре бергенбіз. Тойларыңыз оң болсын. Katta rahmat onalarimizga, otalarimizga o'z tashakkurimizni izhor qilamiz. Ana endi bugun farzandini sunnat to'ylarini nishonlayotgan ota-onalarimizni to'yida eng katta mas'uliyatni gardaniga olgan insonlar bor oramizda. Kelin-kuyovlar, aniqrog'i bugun to'yni nishonlayotgan ota-onalarimizning Murunduq ota, Murunduq enalari, Bekish akamiz hamda Sveta onajonimizdan iltimos qilamiz. Agar oramizda bor bo'lsalar, bizni yonimizga tashrif buyursinlar. Sababi yuqorida aytganimizdek, mana shu ikkala yoshli to'yida siz eng katta mas'uliyatni gardaningizga olgansiz. Mana shu farzandlarga tutungan otalik, onalik qilgansiz. Qaysidir ma'noda bugungi Amirxon sizni ham nevarangiz hisoblanadi. Shunday ekan, nevarangizni to'ylarida yaxshi niyatlarni, tilaklarni aytasiz degan umidimiz bor. Qani marhamat, albatta Bekpolat otamiz hamda Mivagul onalarimizni, Murunduq ota-onasini ham davraga taklif etsak, albatta bugun to'yimiz ochilish marosimida ularni tilaklarisiz, ularni duo fathalarisiz davramiz bekami ko'z bo'lmaydi. Shunday ekan, Murunduq ota-onalarimiz, Bekish akamiz hamda Sveta onalarimizni davraga yana bir bor kelishlarini so'raymiz. Bormi davrada? O'z o'rnida Murunduq farzandlardan o'pkagina qilayotgan Murunduq onamizdan bu farzandlaringizni emas, aynan bizni xatoyimiz tufayli shunday yuz berdi deb aytib o'tmoqchimiz. Buni to'g'ri tushunasiz degan umiddamiz. Katta rahmat. Salomat bo'lasiz. Otalarimizga, onalarimizga o'z tashakkurimizni izhor qilamiz. Murunduq ota-onalarimiz siz biz ham gapirmaymiz deyishgan ota-onalarimiz buni to'g'ri tushunamiz va kuyovim mana shu Amirxonni kelin to'ylarda gapirishlik vaqtiga musharraf bo'lasiz degan umiddamiz. Otalarimizga, onalarimizga katta rahmat. Allohim xayrli qilsin. Amirxondan neki orzu umid qilgan bo'lsangiz, yaratgan egam ikki hissa ijobatini har ikkala tarafga nasib ro'z aylasin. Baxting shu xizmatga yarasa joning, duo qilib tursa tilab iymoning, davlating shu erur savlating sening, uyingning to'rida, otang o'tirsa, otangning yonida, onang o'tirsa, so'zlasang so'zlaring ravon bo'ladi, borligi joningga darmon bo'ladi, ko'ngling to'q bo'ladi, ko'ngling to'ladi, to'yingning to'rida, otang o'tirsa, otangning yonida, onang o'tirsa deyishadi. Azizlar, ota-onalarimiz sha'niga bitta guldiroz qarsak bo'lsin, azizlar. Sog' bo'ling. Yanada hammaga to'ylar muborak bo'lsin. Bu tarafda esa fotosessiyalarimiz davom etadi.
onalarimizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Yanada to'ylar muborak bo'lsin deymiz. Maestro rahmat. Biz esa bugungi oqshomni tantanali ravishda ochiq deya e'lon qilamiz. Bugungi shodiyonamiz davomida har bir aziz mehmonlarimizga xush kayfiyat hamroh bo'lsin deymiz. Dasturxonimizga qo'yilgan barcha noz-ne'matlar faqat va faqat sizlar uchun. Shu o'rinda aytib o'tishim joiz azizlar, qo'ling o'rgilsin oshpazlarimiz tomonidan tayyorlangan palovxon to'ralar dasturxonimizga tortilmoqda. Shunday ekan, barchangizga yoqimli ishtaha tilaymiz. Endi esa kechamizning badiiy qismini boshlasak ham bo'laveradi. Shunday ekan, so'z jarang sochsin, qadahlar to'ldirilsin. Bugungi oqshomning ibtidosidan to intihosiga qadar siz aziz mehmonlarning ko'nglingizga iliqlik ulashish niyatida tashrif buyurgan san'atkorlarga navbatni beramiz. Azizlar, bugungi chiroyli shodiyonani olib borishlik vazifasi bizga topshirilgan ekan, sizni xizmatingizda mohir boshlovchi hamkasbim Shuhrat Saidahmad bilan birgalikda bugungi to'yni olib boramiz. Katta rahmat. Men bilan birgalikda albatta ushbu to'y kechamizning har bir qismi, har bir onini sizni ko'nglingizda qolgulik darajada yuqori saviyada o'tkazishni niyat qilgan boshlovchi san'atkorimiz, Qoraqalpog'iston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Gulnigorxon Zapayeva bilan birgalikda ushbu oqshomni birgalikda olib boramiz. Aziz mehmonlar, hurmatli xonimlar va janoblar, yana bir bor xush kelibsiz. Xonadon sohibi va sohibalari keng ko'lamda to'y dasturxonini ochishgan. To'y dasturxoni sizga muntazira. Gulnigorxon aytganlaridek, bugungi to'y kechamizni badiiy qismlarini boshlaymiz. Mehmonlarimizdan, ayniqsa onajonlarimizdan iltimos qilgan bo'lardik. Badiiy maydonimizda yosh kichik ukalarimizga, farzandlarimiz, qizlarimizga biroz diqqat e'tiborli bo'lsak, nur ustiga a'lo nur bo'lardi. Shu o'rinda Gulnigorxon mana shu tabrik so'z navbatidan keyin davramizda boshqa tilaklar, tabrik so'z navbatlari bo'lmaydi. Biz o'z ishining professional ustalari Kreativ Sinema studiyasi bilan birgalikda mehmonlarimizni ko'nglidagi yaxshi niyatlarini, tilaklarini maxsus intervyu tarzida tarix zarvaraqlariga muhrlaymiz. Shunday ekan, mehmonlarimiz xonadon egalarini, iltimoslarini to'g'ri tushunadi degan umiddamiz. Demak, badiiy maydonimiz markazida Nili Dance qizlari, yosh kichik ukalarimiz esa biroz chekkaroqqa turib turishlari talab qilinadi. Albatta azizlar, diqqat e'tiboringizni davramiz markaziga qaratishingizni so'raymiz hamda yoshi ulug' insonlarimizdan, kichkintoylarimizdan davrani markazini ochib qo'yishingizni so'raymiz. Shu kichkintoyimizning onajonlari bormi davrada? Sal chetroqqa olib o'tirsak, nur ustiga a'lo nur bo'lardi. Bugungi to'yimizni chiroyli o'tishi nafaqat biz san'atkorlarga, balki siz aziz mehmonlarimizga ham bog'liq. Shunday ekan, yana bir bor yaxshi kayfiyat hamroh bo'lsin deya diqqat e'tiboringizni davramiz markaziga, sahnamiz markaziga qaratsangiz, sizlar uchun Nili Dance ansamblining go'zal qizlari xirom aylaydi. Yanada to'ylar muborak bo'lsin. Ayol zoti boshingga chiqmoq uchun payt qo'ylar. Bulbullarsa kerak bo'lsa shirin bo'p ketar choylar. Ayol zoti boshingga chiqmoq uchun payt qo'ylar. Qimmat ko'ylak kerak bo'lsa shirin bo'p ketar choylar. Holatimni bildisang, jonim sabr qil desang, aytganingga ko'rmaydi. Qoshlarini kirib olib, ostonada turib olib, asabingni o'ynaydi. Ahey! Yorim ketaman deydi, ketkazgani qo'ymayman. Yo'llariga chin bosib o'tkazgani qo'ymayman. Muhabbatim, baxtim o'zing, sen ko'nglim yagonasi. Goh urushib, tez yarashib yuribmizda onasi. Ne bo'ldi deb tinchlik bermas unda amma xolang bor. Ota uyga sig'maysan, etak to'la bolang bor. Qo'shni kelin kechak elu olam xolang bor. Ota uyga sig'maysan, etak to'la bolang bor. Xotin urushi, ko'karoman
Shu oqda turmalingdan ey 3-4 kunlik matoni deb qasd olma joningdan ey Katta rahmat, e'tiborimiz markazda Nili Dance qizlari o'z raqslari bilan mehmonlarimizni ko'ngliga xushnud ulashdi. O'zlariga navbatdagi chiqishlariga tayyorgarlik ko'rishlari uchun ruxsat beramiz. Aziz mehmonlarimiz, yana bir bora barchangizga yaxshi kayfiyat, yoqimli ishtaha tilaymiz hamda to'yimizda badiiy qismlarni davom ettiramiz. Marhamat, to'yimizda o'zlarini ajoyib taronalari bilan tashrif buyurgan san'atkorimizga navbat beramiz. Qoraqalpog'iston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Gulnigor Xonsapayeva o'zlarini ajoyib, dil tortar taronalarni taqdim etadilar. Mana yana seni deya ishq sharobin ichdi bu yurak. Mana yana nima qilay o'z o'rnidan ko'chdi bu yurak. Ishonaver sendan bo'lak hammasidan kechdi bu yurak. Bu degani unga faqat vatobat birgina sen keraksan, sen kerak. Menga oy kerakmas, yulduzlar kerakmas, ertaga ham emas. Seni bugun ko'rmasam bo'lmas. Sensiz kun emas, sokin tun emas. Men endi bildim bas, seni bugun ko'rmasam bo'lmas. Sensizlikda ko'r holim xarob. Mana yana ichkim keldi qo'llaringdan ishq degan sharob. Hech kimda yo'q bu yuzdagi, bu ko'zdagi nurli bu oftob. Sen men uchun hayotimda bir men bilgan sevgi degan o'qilmagan sirli bir kitob. Menga oy kerakmas, yulduzlar kerakmas, ertaga ham emas. Seni bugun
Azizlar, bugun albatta xonadon sohibalari o'zlarini xursandchiliklariga sherik bo'lish niyatida siz u bizni mana shunday chiroyli koshona ostiga yig'gan ekan. Albatta bugun to'y egalari, shaxsan Mevagul onajonimiz bundan bir necha oylar muqaddam bizga murojaat qilib, inshaalloh sizni to'yimizga taklif etamiz, o'zingiz xizmatda bo'lasiz deya yaxshi niyatlar qilgan edilar. O'sha paytda biz chin dildan harakat qilamiz inshaalloh deb niyat qilgan ekanmiz. Mana niyatlar ijobatiga birgalikda guvoh bo'lyapmiz. Shunday ekan, onajonimizga yana bir bor to'ylar muborak bo'lsin. Farzandlarini baxtini, taxtini, kamolini inshaalloh farz to'ylariga Allohimni o'zi nasib ro'z aylasin deya yanada Mevagul onajonimizning hurmatlari uchun chiroyli qo'shiqlarimizni taqdim etamiz. Qani ketdik. Bale! Hop! Bahardin faslında yaş yaylavında sayrar bülbülleri güzel ağlara ağları. Ağlas yergi ancır anarı anarı, süttür kantını kurma
Rahmet, sağ bo'ling, salomat bo'ling deymiz. Endi shu yerda Mevagul anamizning ag'aynlari shidamay o'yinga chiqib ketdi qo'y endi. To'ylar qutlu bo'lsin deymiz. Anajonlarimizga albatta yaxshi niyati kelgan har bir insonning shang'irog'ida shunday yaxshi kunlar, to'ylar ko'p bo'lsin deymiz. Bir necha minutlardan so'ng janida qo'shiqlarimiz, o'yin zavqlarimiz davom etadi. So'la ekan barcha-barchangiz bir necha minutlarga o'z o'rningizni egallab o'tirib olsangiz bo'ladi azizlar. Janida bugungi to'yimizni davom ettiramiz. Katta rahmat, e'tiborimiz markazida Qoraqalpog'iston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Gulnigorxon Saboyeva bo'ldilar. Mehmonlarimizga davramizga fayz kiritgani uchun o'z tashakkurimizni izhor qilamiz va badiiy maydonimizni yosh kichik ukalarimizdan biroz xoli qilib tursak. Hurmatli otalar, onalar, tushunarli. Ikkinchi ovqatlarimiz tortilayotgan ekan, mehmonlarimizga e'lon qilyapmiz. Marhamat, aziz mehmonlarimiz, o'z o'rningizni egallab, ikkinchi ovqatlarimizni ham talavvul qilsangiz bo'ladi. Jajji ukalarimizni, singillarimizni onalari bormikin? Onalari bilan kelganmikin to'yga bular? Iltimos qilgan bo'lardim. Badiiy maydonimizni 3 daqiqaga biroz 3 daqiqa ushlab tursanglar bo'ldi. Ushlab tursanglar bo'ldi desam, bittasi olib chiqyapti. Ha. Rahmat. Shular bilan dunyo go'zal o'zi. Shular bilan baxt bor-da. Ko'z tegmasin. Umri uzoq bo'lsin. Marhamat, to'yimizning badiiy qismlarida davom etamiz. Nili Dance qizlari o'zlarini navbatdagi raqslarni taqdim qiladi. Marhamat, e'tiborimiz markazida Nili Dance qizlari. Maestro, marhamat. Günlükten sayrar bülbül bağında, her saparçılarman yar sorağında, sersin bükün saat seski şağında, aklım aldı alağı kuzlu bir peri. Katla çülmen avulgan men kaladan, senin ışın közün süzüp karagan, gün gezdirip toyga alıp baraman, aklım aldı alağı kuzlu bir peri. Bir peridir tavus gibi bezingen, kası kaman kırpı kovan gezingen, törgün aşıklardan işin örtegin, aklım aldı alağı kuzlu bir peri. Endi izleyip tapalmayman men onu, tilla taraf benim taraf zülfünü, şul perini körüp tutsam kolunu, aklım aldı alağı kuzlu bir peri. Bir peri. Qarsiylar bo'lsin, davramizda Qoraqalpoq milliy raqslari ijro qilinadi. E'tiborimiz markazida Lili Dance qizlari bo'lishdi. Qizlarimizga navbatdagi chiqishlariga tayyorgarlik ko'rishlari uchun ruxsat beramiz hamda to'yimizni badiiy qismlarini davom ettiramiz. Aziz mehmonlar, hurmatli xonimlar va janoblar, ayni palla to'yimizni eng his-hayajonli, mehrli qismlarga yetib keldik. Mana shu to'yni to'y bo'lishida yelib, yugurib xizmatda yurgan
Amirxon to'y bolamizni onasi bor, Mevagul onamiz. Butun asablari bugun tarang tortilgan. Aslida dunyodagi eng baxtli inson oramizda. Baxtni sururidan, basti mahzunuridan mana shunday baxtli damlarda keling marhamat, Mevagul, keling. Onajonimizga muborak bo'lsin to'ylarimiz. Albatta mana shu davramizda bugun nevara to'ylarini ko'rayotgan Turdish momomiz hamda Tamara momolarimiz borlar. Iltimos qilamiz Turdish momomiz. Turdish momo. Maestro stop. Turdish momomiz hamda Tamara momolarimiz. Marhamat. Albatta davraga biz onajonlarimizni taklif etamiz. Mevagul. Xo'p bo'ladi. Sizlarga esa davrani to'riga borishlaringizni so'raymiz. Onajon yana bir bor navara to'ylar muborak bo'lsin deymiz. Yanada biz davraga Tamara momomiz bormilar? Tamara onajonimizni taklif etamiz. Gulnigor, bilasizmi, to'yda o'zi bu jonlarimiz ham xizmat yuribdi-da. Shuning uchun mehmonlarni keldi-ketisiga qarab Tamara momom qayerdalar? Tamara momom topib beringlar menga. Keling momo. Albatta shu o'rinda biz onajonlarimiz qatoriga yanada Murindiq onajonimiz Sveta onamizni ham taklif etamiz. Marhamat Sveta onajonimiz davraga kelsangiz, inshaalloh farzandlarimiz bugun onajonlariga o'zlarini mehr muhabbatlarini albatta chiroyli sovg'alar bilan taqdim etish niyatida. Sveta onajonimiz bormi davrada? Taklif etamiz davraga. Onajonlarimizga yana bir bor navara to'ylari muborak bo'lsin. Inshaalloh Amirxon yigitimiz o'z yurtiga munosib farzand bo'lib, kelajakda solih farzandlardan bo'lsin. Albatta yaxshi kasb egasi bo'lib, har doim ota-onalariga, bobo-buvijonlariga rahmat olib keladigandek, faxrli inson, komil inson bo'lib yetishsin deya niyat qilamiz. O'z o'rnida yana bir bora albatta onajonimizni Murindiq onalarni mana shu yerga taklif qilamiz. Sveta onajonimiz bor bo'lsalar iltimos qilamiz, momolarimizni yo'llariga kelsinlar. Sababi bugun xonadon sohib va sohibalari bo'lmuş Bekbo'lat akamiz hamda Mevagul onajonimiz onajonlarimizga sovg'a hozirlashgan. Demak, Sveta onajonimiz bor bo'lsalar yana bir karra iltimos qilgan bo'lardik. Marhamat, Mevagul onajonimiz bizdan iltimos qilgandilar. Onalarimga sovg'a bering. Bugun nevarasini to'yda sovg'a olsin onalarim deganlar. Marhamat. Bugun nevara butun oila jam bo'lib, chovliqlar ham bormi? Nechta nevaralardan? Sanog'ini bilamizmi? Nechta nevarangiz bor? Nevarada bor, chevarada bor. Nechta? Bilamizmi? Ko'p. Sanamaymiz. Barakasi qochib ketadi, onajon. Inshaalloh ko'paysin, o'zlaridan ko'payaversin, onajon. Duo fothalaringizda yursin. Marhamat, albatta azizlar, eng kichkintoy ivaralari ham bor ekan davrada. Bizga ham nasib qilsin, Xudo xolasa, keliningizga ham nasib qilsin. Mana shu yerga yaxshi niyatga kelgan har bir insonga mana shunday sizni ulug' yoshlaringiz nevara chevarali bo'lish nasib ro'z aylasin deymiz. Onajon, siz charchab qolmadingizmi mehmonlar bilan ovora bo'lib? To'ylar muborak bo'lsin. Onam xayol surib turibdilar. Bugun azizlar bizga farzandlaringiz murojaat qilib, nima qilsak onajonlarimizni kayfiyati ko'tariladi deyishdi. Biz esa albatta har doimgidek siz uchun chiroyli so'zlarni taqdim etamiz. Siz uchun nomalar o'qiymiz, qo'shiqlar ijro etamiz. Lekin bu eng ahamiyatlisi bu farzandlarni sizga bo'lgan e'tibori, sizga bo'lgan mehri. Bu sovg'alarda emas albatta. Shuhrat har doim ta'kidlaganidek, sovg'a salomda emas, bu qalbdagi yaxshi niyatlarda. Bu esa men sizni yaxshi ko'raman, onajon degan so'zlarda, to'g'rimi Shuhrat? Juda to'g'ri ta'kidladingiz. Bugun farzandlar emas, bugun nevaralar sizga aytmoqchi onajon. Farzandning qusuri ko'p, ayta olmaydi ko'nglidagini, lekin nevara ko'nglidagini ayta oladi. U momo, ena men seni yaxshi ko'raman deb ayta oladi. Marhamat aziz mehmonlar, Mevagul onajonimiz hamda momolarimizni nevaralari o'z enajonlariga
ajoyib sovg'a hozirlashgan. Albatta, bugun farzandlar, mana Mevagul onamiz, Bekpo'lat akamiz, nevaralaringiz, sizni ularga necha yillar bergan tarbiyangiz, mehr-muhabbatingiz, xizmatingiz uchun o'zlarini minnatdorchiligi sifatida mehr-muhabbatlarini chiroyli sovg'a salomlar orqali taqdim etishmoqda. Marhamat, ajoyibki qo'shiqlar sadosi ostida nevaralardan, farzandlar qo'lidan onajonlarimiz chiroyli guldastalarni qabul aylagay. Qarsi bilan qo'llab-quvvatlab o'tiramiz. Onajonlarimiz hamisha baxtimizga sog' va salomat bo'lishsin. Tabıslarım teksin arxalı, algыс aldım teksin arxalı. Sen tavumsan süyer arxamda, ana canım barına şükür. Anam deb jaz tökkeller azba, bavruqum bob şökkeller azba. Mehr ko'rmay o'tkeller azba, ana canım barına şükür. Bağışlaydı kanatlı sezim, balam degen bir ağız sözün. Baylığımda, baxtımda özün, ana canım barına şükür. Bas iyimin o'zingga jannet, aytsam da az qanchama rahmet. Ana canım barına şükür, aytsam da az qanchama rahmet. Ana canım barına şükür. Bağışlaydı kanatlı sezim, balam degen bir ağız sözün. Baylığımda, baxtımda özün, ana canım barına şükür. Hey adamzat ketme hasiga, ömür qisqa tutqu esinde. Qo'shig'imning muddahasida, analardın barına şükür. Qo'shig'imning muddahasida, analardın barına şükür. Bağışlaydı kanatlı sezim, balam degen bir ağız sözün. Baylığımda, baxtımda özün, ana canım barına şükür.
Bag'ishlaydi Maestro, rahmat. qanotli sezim. Rahmat. Bolam degan bir Ajoyib qo'shiqlar uchun o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Onajonlarimizga sovg'a salomlar muborak bo'lsin deymiz. Bugungi to'ylar yanada muborak bo'lsin deymiz. Tamara onajonimiz ham bu tomonda. Albatta bugun azizlar Tamara onajonimizdan ham sovg'a salomlar bor ekanlar. O'zlarini quda andalar uchun qolaversa, farzandlari uchun ajoyib sovg'alarni topshirib qo'yadilar. Marhamat, chiroyli kuy qo'shiqlar sadosi ostida Tamara onajonimiz o'zlarini quda andalariga, Turdibeki onamizga, qolaversa Mevagul opajonimizga ajoyib sovg'alarni taqdim etadilar. Marhamat, maestro muzika. Mevagul onajonimizning onalari, marhamat, sovg'alarni qabul qilasiz. Rahmat. 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 Yana barcha qizlar stop. Fotograf yigitlar stop. Davrani to'riga boramiz. Fotosessiya o'sha yoqda davom etadi. Davrani to'riga, marhamat. Bu tomonda esa albatta yanada sovg'a salom topshirish marosimi bo'lyapti. Albatta buni esa kamerachi yigitlarimiz bilan birgalikda, endi qolgan sovg'alarni kamerachi yigitlar bilan birgalikda topshirsangiz, nur ustiga a'lo nur bo'lardi. Bu kim sovg'asi? O'rinbay dayisining sovg'alari ekan. Albatta tog'alarining sovg'alariga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Tog'alari chiroyli velosipedlarni Amirxon yigitimiz uchun shaxsan olib keladilar. To'ylar muborak bo'lsin deymiz. Endi onajonlar, qizlar, hurmatli aziz mehmonlar, davrani biroz ochamiz azizlar.